Nega juftliklar urushadi? Salom, So'z Product kanalida munosabatdagi janjallar to'g'risida ochiqchasiga gaplashamiz. Ko'pchilik baxtli juftliklar umuman urushmaydi deb hisoblaydi. Ammo bu noto'g'ri fikr. Psixologlarning ta'kidlashicha, hattoki eng baxtli oilalarda ham kelishmovchiliklar bo'lib turadi. Farq shundaki, ular muammoni qanday hal qilishida. Yana bir qiziq holat, inson g'azablangan paytda miyasi tezkor qaror qabul qilishga moyilroq bo'ladi. Shuning uchun achchiq ustida aytilgan so'zlar keyinchalik afsusga aylanishi aniq. Mutaxassislarning aytishicha, bahs vaqtida sen har doim, sen hech qachon degan iboralarni ishlatmaslik kerak. Uning o'rniga men o'zimni shunday his qildim degan iborani ishlatish yaxshiroq natija berar ekan. Intim munosabatlarga oid tadqiqotlar ham qiziq natija bergan. Munosabatlarda hurmat saqlanib qolgan juftliklarda jismoniy yaqinlik sezilarli darajada yaxshi bo'lar ekan. Shuning uchun maqsad janjaldan qochish emas, uni madaniyatli hal qilishdadir. Aziz do'stlar, sizcha bahs paytida munosabatlarda birinchi qadam bosa olasizmi? Izohlarda yozib qoldiring. So'z bilan salomat bo'ling. Soft